Ayni damda O'zbekistonda vodovoz muammo bo'lib turgan joyda China Motors avtosaloni 5 kubdan 20 kubgacha bo'lgan vodovozlarni buyurtma asosida olib kelishni boshladik biz. Xudo xolasa, endi bundan oldin ham qilib yurganmiz. Faqat tayyor mashina sotganmiz. Ana endi bularda hozir ligota yopiqligi uchun zakaz asosida mijozlarimizga olib keltirib beramiz. 5-10 kuba hovo bo'ladi, 15-20 chakmon bo'ladi. Faqat hozir eng qulay tarafi oldinga nisbatan, masalan deylik, tashkilotga oldinga masalan suv sepgichimi, lapatkasimi, qor kuragichlar, o'rtasida shotkasi bo'ladimi? Mijoz qanaqa xohlaydi, xuddi shunaqa qilib olib keltirib beryapmiz. Hozir bitta vodovozni tayyor holatini bitta obzorini qilib o'tamiz. Qani ketdik. Xo'p, bu vodovozimizga keladigan bo'lsak, bu FAV brendiga tegishli bu mashinamiz. Endi xohlasangiz FAV brendi bilan brendi ham olib kelaveramiz. Endi tayyor bitta turgani uchun shu vodovozni hozir obzorini qilib o'tamiz. 260 ot kuchiga ega yuchay motor bu mashinamiz. Bemalol gaz o'rnatsangiz bo'ladi bu mashinamizda. Xo'p, 20 kubalik bizdan olib keladigan vodovozlar endi ko'pchilik juda yaxshi biladi. Endi O'zbekistonda 90% vodovozlar China Motorsdan olib ketilgan mijozlarimiz. O'zlari ko'rib o'tirgan bo'lsa ham like bosishni ayamasinlar. Xo'p, sesternasi umuman kraskasi zanglamaydigan Euro 5 adbul tizim bor. Bu joylari hammaga tanish, suv so'rgichlari hamda sepadigan joylari. Ramalar, taglari to'laligicha usul qilingan, balonlar mexki balon. Endi bu haqida, bu mashinamiz haqida bir oddiy bir detalgacha aytib o'tirmaymiz. Nima uchunki hamma bu mashina haqida informatsiyaga ega. Nima uchunki O'zbekistonda 10 yil, 15 yil bo'lib qoldi bu mashinaga, FAV, chakmon mashinamizga, Hovoga. Faqat bu videoni olishimizdan maqsad hozir juda ko'pchilik bizga telefon qilyapti mijozlarimiz, vodovoz 5 kubdan 20 kubagacha bormi deb. Shu videoni chiqarishga biz qaror qildik. Nima uchunki buyurtma asosida olib kelyapmiz. Maksimum 2 oydan 3 oygacha kelish muddati. Eng qulay tarafi hozir sizga hamma joyda qanaqadir joyda o'zgartirish bo'lsa, bemalol hozir aytish imkoniyatiga egasiz. Masalan deylik, cho'tkasi nima hozir tashkilotlar chiqyapti, obodonchilik, toza hudud shunaqalar aytayaptiki, masalan cho'tkasi bir yonlama yoki o'rtada yoki oldinda, orqada qor kuragichlari hozir juda jadal ketyapti. Shu uchun chiqaryapmiz bu videoni. Bemalol zakaz asosida olib kelaveramiz. Xo'p. Bemalol karcher o'rnatishingiz mumkin. Hozir oldingi videoni bitta rasmini ham qo'yib o'tamiz. Bu unaqada 10 kubalikda yonida karcher bo'ldi. Bemalol karcherda bu yoqda unaqasi kompressor, orqasida suv sepadiganlari bilan olib keltirib berdik. Hozir shuni ham bir o'rtada videosini qo'yib o'tib ketamiz. Xohlasangiz ichini 2-3 seksiyali qilib olib kelish ham mumkin. Xo'p, salon qismiga keladigan bo'lsak, avvalambor bu mashinamizning rul qismidan boshlaymiz. Rulimiz multirul, 8 pog'onali. Endi zakazda olib keladigan mashinamiz FAV brendi Hovo chakmon. Shu uchun hammasini birgalikda aytib o'tib ketamiz. Shu Hovoda ham chakmonda ham 8 pog'onalik bo'ladi. Bu korobka qismimiz. Lux konditsioner, uchala mashinamizda ham monitorlari bor. 3 o'rindiqli bo'ladi. Xo'p. Nima desak bo'ladi? Endi hammaga tanish holat, endi hamma joyini aytib o'tirmaymiz. Xullas, faqat zakaz qilsangiz bo'ladi bu mashinamizni. Endi tayyor holatda olib keltirib, ko'rib, keyin olish imkoniyati hozirgi kunda unchalik bo'lmayapti. Faqat zakaz asosida olib kelsak bo'ladi. O'rtacha shuni ham aytib o'tib ketamiz. O'rtacha 5 kubdan 20 kubgacha bo'ladigan bojxona to'lovimiz 260-270 million atrofida bo'ladi. Shundan mashina narxi chiqadi. Siz aytgan qo'shimcha jihozdan qo'shgan holda mashina narxi chiqadi. Shuni hisob kitobini olib ketaverasiz. Bu vodovozimizni qisqacha bo'lsa ham obzorini qilib o'tdik. Qolgan ma'lumotlar hammasi pastda nomer qoldiramiz. Telefon qilsangiz yana to'liqroq ma'lumot beramiz. Obzorimizni vodovoz qidirib yurgan tanishlarga yuborib qo'yishingizni iltimos qilib qo'yadik va like bosishni unutmang.